Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli aka-ukalarimiz. Xudo xolasa bugun Samarqand viloyati Og'daryo tumani Loyish shaharchasi, ya'ni Loyish shaharchasining sentriga kelganmiz do'stlar. Paxta bazasiga, paxta koniga kelganmiz. Ko'pchilik yurtdoshlarimiz so'ragan do'stlar, ya'ni to'liq varianti Ilyar o'z YouTube kanalimizda kuzatib borsangiz bo'ladi do'stlar. Manzillarimizni hozir to'liq tushuntirib o'tamiz. Albatta qo'llab-quvvatlab, kanalga chiroq qilib like-chalarni bosamiz. Sizlar uchun hamisha xizmatdamiz do'stlar. Do'stlar, mana aniqroq Samarqand viloyati Og'daryo tumani Loyish sentr shaharchasiga yaqinmiz. Do'stlar, mana ajoyib yo'l. Bu tomonimizda Og'daryo tumani, ya'ni prokuraturamiz yonidamiz. Bu tomonda esa notarius, ya'ni zagsxonamiz. Mana shu yo'ldan kirib boramiz do'stlar. Bu yog'imiz Samarqand shahriga kelish, Samarqand shahridan kirib kelish yo'ldamiz. Akalarimiz yana ham chiroyli qilib lakasa berishadi do'stlar. Mana da Net servis Nasimov katta zdaniyasini og'zidan yana oltita turibmiz do'stlar. Manzilimiz aniq, akalarimiz yana chiroyli qilib lakasa taylab berishadi. Assalomu alaykum. Taxtani koniga xush kelibsiz. Hozir sizga mahsulotlarimizni ko'rsatib o'tsak, mahsulotlarimiz yuqori assortimentda, yuqori kenglikda hammasidan bor. Uzunligi 4 metrlik, 6 metrlik mahsulotlarimiz bo'lib turib, hamma sifatda a'lo darajada Rossiya va Belarusda to'g'ridan-to'g'ri keladigan mahsulotlarimiz, dona va optim mahsulotlarni olishingiz mumkin. Bundan tashqari sizga ko'rsatadigan bo'lsam, har xil turdagi vassalliklar, strapilaliklar mahsulotlarimiz bo'lib turib, ya'ni strapilalik 15 ga 4 mahsuloti uzunligi 6 metrlik bo'lib, donasi 45 so'mdan to'g'ri keladi hozirgi kunda. Undan tashqari esa 11lik, qalinlik 3,5lik strapilarimiz bo'lib turib, narx-navosi bilan 95 ming so'mdan to'g'ri keladi. Bular asosan strapilalik, so'ng bolorlik mahsulotlarimiz bor. 4,5 ga 14 bolorlik mahsulotlarimiz. Buni bir donasi hozirgi kunda 175 ming bilan narxlangan turibdi. Undan tashqari esa hozirgi kunda yana eng ko'p talabga ko'p sotiladigan mahsulotlarimiz bo'lib, 3,5 ga 14 deb hisoblanib, bir donasi buni 125 ming so'mdan sotilib kelyapti hozir bunda. Bundan tashqari esa hozirgi hamma nima mahsulot olishingizdan qat'iy nazar, dastlabki xizmatlarimiz mutlaqo bepul va tekin hisoblanadi. Taxta mahsulotlaridan tashqari gipsokardon mahsulotlarimiz ham bor. Bundan tashqari esa har bir olingan mahsulot tovarni, ya'ni taxta yog'och mahsulotlarini olsangiz, o'shaning ichida kesib berish xizmatlarimiz ham bor. Ya'ni reka qilib kesib olsangiz ham bo'ladi. Yana bir mahsulotlarimizdan bittasi eng talabga ko'p bo'ladigan mahsulotlarimiz 13 ga 4 hisoblanib, bir donasi hozirgi kunda 115 ming so'm sotilib kelinyapti. Bu ham to'g'ridan-to'g'ri Rossiyadan keltirilgan, quritilgan tayyor strapila mahsulotlarimiz hisoblanadi. Bu yerda yana bir turlarimiz bor, rekalik mahsulotlarimiz bor. Buni qalinligi esa 2,5 ga 10lik hisoblanib, buni bir donasi 65 ming so'mdan sotilib kelinyapti. Undan tashqari bunga ham skidkalarimiz ham bor. Bonuslarimizdan eng yaxshisi dastlabki xizmatlarimiz ham bor. Bruslik mahsulotlarimiz ham bor. Bu 9,5 ga 9,5 brus hisoblanib, buning narxi 235 ming so'mdan baholanib kelingan.